O'zgidrometeorologiya markazi ertaga 20 avgust kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'z viloyatingizda, o'z shahringizda bir kun oldin va bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilish uchun videomiz tagidagi like tugmasini bosishni unutmang va sahifamizga obuna bo'ling. Respublikamizda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metrgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 31-36 darajada bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-13 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr gacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi.